Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari va podpischilarimiz. Mana navbatdagi qo'y qo'ralarni bilan sizlarni tanishtiramiz. Biz videomizni boshladik. Sizlar esa bo'sh turmasdan bittadan like, bittadan komment yozib qo'ysangiz sizdan albatta biz minnatdor bo'lamiz. Biz esa videomizni boshladik va video davomida narxlarni ham aytib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu qo'ralarimiz uzunligi 1.40, eniga 1.40. Yaxshi materialdan bo'lgan. Yog'ochlari ham mana juda chiroyli bezaloq materiallardan qo'yganmiz. Eshiklari juda chiroyli ochilib yopiladi. Mana bu yerda mana zulflari bor, bekitib ochishga faqirladi o'rni qo'yilgan. Bu katagimizda qo'y qo'ramizda mana o'rtalari ham pergirotkalari olinadi, ajraydi. Bu qo'y qo'ramizning narxi 1.850.000 so'mdan qilib beramiz. Dastavkalari kelishilgan holda yetkazib beraveramiz. Eshiklari mana bunda ochiladi. Tepaga mishet qilmaydigan. Mana bu esa suv paqirlari. Qo'yasiz bo'ldi, ortiqcha mehnat talab qilmaydi. Qo'ylaringiz ham maza qilib yashaydigan holatda. Bu qo'y qo'ramizda ham o'rta pergirotkalari olinadi. Juda chiroyli holatda ochilib yopiladi. Bu qo'y qo'ramiz razmeri uzunligi 2 metr, eniga 1.40 sm o'z ichiga oladi. Hop, bularning narxi 2.100.000 qilib beramiz. Bu unga nisbatan sal kattaroq variantda. Buni o'rtasini ochib qo'ysak, 5 ta 4 ta qo'yamiz qo'radi. Sovliq qo'ylarda ham boqsa bo'laveradi, o'rtasini ochib. Mana pols holat ko'rinishi. Kelsak, bu holatda ham beraveramiz. Polini o'zimiz qilib olamiz deydiganlarga berib yuborilaveradi yoki polini o'rnatib tayyorlab ham beraveramiz. Bu ikkala qo'y qo'ramizda razmeri bir xil holatda. Mana bu yerda mana ko'proq qo'y boqaman deganlarga kattaroq varianti uzunligi 3 metr, eniga hammasi 1.40 sm deb o'z ichiga oladi. Mana bu ikkita pergirotka olinadi. O'rta olinmaydigan holatda tayyorlangan. O'rtasini ochib qo'ysa ham bo'laveradi. Ikkita katta bo'ladi. Bu qo'y qo'ramizni tayyor qilib berishimiz, pollarni o'rnatib berishimiz bilan 3.300.000 so'mga tayyorlab beramiz. Mana bu yerda mana yasash jarayonlari mana beskraska holatda. Materialiga keladigan bo'lsak, materiali garantiyali material. Qo'yimizga shikast etmaydigan, hamma tomoni ugolib bukilgan holatda qo'yimizni biror chetini yitib yotilib qo'ymaydi, shikast yetkazmaydi. Siz xohlagan razmerda tayyorlab berilaveradi. Xohlasalar yerda boqaman siz, yerli variantini ham qilib berilaveradi. Mana bu yerda mana usta akamiz yasayaptilar. Mana sivarkalarni ham mana juda qalin, yaxshi aylantirib, tashqi ichidan kuyib, chiroyli baquvvat qilib tayyorlab beramiz. Ma'lumot uchun telefon raqamlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Eng sara yangiliklarni kuzatib boring degan